Assalomu alaykum. Intimoqda xabarlar axborot dasturining o'tib borayotgan 2017-yildagi so'nggi soni. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga hamkasbim Shavkatbek Umarov bilan men Hurmatoy Nurmatova 2017-yilda sodir bo'lgan voqea va hodisalarni qisqacha takrorlashga harakat qilamiz. 2017-yilda Qirg'izistonda katta siyosiy o'zgarishlar bo'ldi. 6 yilga saylangan prezident Almazbek Atambayev xizmatini topshirib, davlat rahbarligini 15-sentyabr kuni bo'lib o'tgan saylovda eng ko'p ovoz olgan Sooronbay Jeenbekovga o'tkazib berdi. Saylovdan avval esa Qozog'iston chegaradagi o'tkazish tartibini murakkablashtirib, Qirg'iziston iqtisodiy jihatdan jiddiy zarar ko'rdi. Deyarli 1,5 oy davom etgan hukumatlararo so'zlashuvlar natijasida yo'l xaritasi tuzilib, mavjud muammo hal etildi. Eng asosiysi Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegaralariga aniqlik kiritilib, ko'p yildan buyon davom etib kelayotgan javobsiz savollarga nuqta qo'yildi. Bir tomonlama yopilgan bojxona bekatlari ochilib, ikki o'lka fuqarolarining chegaradan o'tishi qayta jonlandi. Chegaradagi bahsli hududlar bo'yicha aniqlash ishlari olib borilib, umumiy 85% chegara aniqlandi. Yilning 1-oyida sodir bo'lgan aviahalokat 37 odamning umriga zomin bo'lib, qirg'izistonliklar og'ir judolikka uchradi. 2017-yil Qirg'iziston tarixida nimasi bilan yodda qoldi? Muxbirimiz hikoya qiladi. Нам необходима поддержка партнеров по развитию. Qirg'izistonning eliga xizmat qilishga ant beraman. Наши границы теперь не должны стать границами конфликта. Еліміздің биримдигин жана мемлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин. 2017-yilning yanvar oyi qirg'izistonliklar uchun unutilmas bo'lib qoldi. Bishkekning Dachasuv qishlog'iga yuk tashigan samolyot qulab, bir zumda 37 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Og'ir judolik vaqtida qirg'izistonliklar befarq bo'lmay jabrlanuvchilarga qo'lidan kelgancha moddiy yordam ko'rsatib, 103 million so'm mablag' yig'ishdi. Samolyot egasi bo'lgan Turk aviakompaniyasi xun sifatida $600 ming berdi. Mazkur mablag' hukumat komissiyasi tomonidan jabrlanuvchilarga hamda halok bo'lganlarning yaqinlariga bo'lib berildi. Ammo kompensatsiya bo'lishtirishga ba'zi jabrlanuvchilar norozilik bildirishdi. 40 ga yaqin kishining hayotiga zomin bo'lib, 20 dan ortiq xonadonni kulga aylantirgan samolyotdagi yuk yil bo'yi aniqlanmadi. Chunki deputat komissiyasining tekshiruvi ham natija bermadi. Shu bois jamiyat orasida qonli yuk kimga taalluqli degan savol yopiqligicha qoldi. Atambayev boshlagan poraxo'rlik bilan kurashish 2017-yili ham to'xtamadi. Shu bilan birga hukumatni tanqid qilgan siyosatchilarga bosim qilindi. Yil boshida Atamiken fraksiyasining lideri O'mirbek Tekebayevni hamda sobiq elchi Dushanqul Chotonov rossiyalik fuqarodan $1 million pora oldi degan ayblov bilan qamab, ularni sud 8 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Hukumatni doim tanqid qilib kelgan sobiq deputat Sadir Japarov ham joriy yilda ushlanib, ommaviy tartibsizlik uyushtirdi degan ayblov bilan 10 yilga kesildi. Shu bilan birga Japarovning tarafdorlariga ham sud hukmlari chiqdi. Prezident saylovining boshida xalq vakili Qanotbek Isayev hukumatni kuch bilan bosib olish harakati va kriminallarga pul sarflagani uchun qamoqqa olindi. Hozirda sud jarayoni bormoqda. Bundan tashqari deputat Aida Salyanova, Almambet Shiqmambetov, Muzaffar Isakov kabi xalq vakillariga jinoyat ishlari qo'zg'alib, ba'zilariga sud hukmlari chiqdi. Xalq parlamenti a'zolari hukumatni bosib olishga harakati bilan sud javobgarligiga tortildi. Bu yilgi chiqqan sud hukmlarini qo'zg'algan jinoiy ishlarni ayrim fuqaroviy jamiyat siyosiy quvg'inlik qatori baholadi. Bu yil Qirg'izistonni 2018-2040-yilgacha barqaror rivojlantirish strategiyasi qabul qilindi. 2040-yilgacha milliy strategiyaning loyihasini o'lkani barqaror rivojlantirish kengashi bu yil yoz oylarida tayyorlashga kirishgan. Hujjat kuzdagi prezident saylovigacha ishlab chiqildi. Strategiyaga mamlakatni 2040-yilgacha turli tomondan taraqqiy etish yo'nalishlari kiritilgan.
Ko'p o'tmay yoshlardan iborat yangi hukumatning toza jamiyat loyihasi ham amalga oshdi. Mazkur loyiha 2040-yilgacha barqaror rivojlantirish bo'yicha milliy strategiyaning bir qismi bo'lib hisoblanadi. Unda aholiga xizmat ko'rsatishni elektronlashtirib, korrupsiyaga to'siq qo'yish rejalashtirilgan. Yangi tizimda fuqarolar tug'ilgani to'g'risidagi nikohdan o'tishda guvohnomalarni pochta markazlaridan olsa bo'ladi. Shu bilan birga ba'zi qog'oz ishlarini uyda o'tirib elektron xizmat bilan bitira olishadi. Ammo ko'pdan buyon amalga oshmagan loyihalar ham bor. Masalan, 2011-yili boshlangan Xavfsiz shahar loyihasi shu kungacha yakunlanmay kelmoqda. Shu boisdan ham respublika miqyosida transport hodisalarining soni ko'payib, inson hayotiga zomin bo'lgan faktlar ko'p qayd etildi. Chunki shu yilning 10 oyida 5197 yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, undan 695 kishi vafot etgan. Shu boisdan jamiyatda Xavfsiz shahar loyihasini amalga oshirmay kelayotgan hukumatga tanqidiy fikrlar ko'p aytilmoqda. Bu yil Qirg'izistonda 29-hukumat boshlig'i almashib, mazkur xizmatga 40 yoshdagi Sapar Isaqov tayinlandi. Bundan tashqari, ba'zi ministrlar kabineti yosh kadrlardan tashkil topdi. Hozirda Isaqov rahbarligidagi hukumat yangi davrga 40 qadam dasturi bilan hukumatning ishini ilgari surmoqda. Ko'p o'tmay parlament raisi ham almashib, Chinibay Tursunbekovning o'rniga ko'pchilik deputatlarning ma'qulligi bilan Dastan Jumabekov saylandi. Quvonarlisi, bu yil birinchi marotaba Afg'onistondagi pomirlik qirg'izlardan 30 ga yaqin kishi Qirg'izistonga ko'chib kelindi. Ular Norin oblasti hududiga joylashtirilib, hozirda hamma tomondan sharoit yaratilgan. Eng birinchisi, Qirg'iziston bilan O'zbekistonning 10 yildan buyon muzlagan muomalosi iliqlashib, o'rtadagi talash bo'layotgan masalalar hal etildi. O'sha vaqtdagi prezident Almazbek Atambayev bilan Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi diplomatik so'zlashuvlar olib borilib, aloqalar ijobiy tomonga burildi. So'zlashuvlar natijasi ko'p yillardan buyon bir tomonlama yopilgan bojxona bekatlari ochilib, ikki tomonlama bordi-keldi jonlandi. Chegara tarmog'idagi talashga tushgan uchastkalar bo'yicha aniqlash ishlari olib borilib, jami bo'lib 85% aniqlandi. O'zbekiston O'rta To'qay suv omborini Qirg'izistonga qaytarib, davlatlararo foydalanish uchun sarflangan xarajatni to'lab beradigan bo'ldi. Qirg'iziston yana Issiqko'l sohilidagi 4 pansionatni O'zbekistonga qaytadan o'tkazishni qaragan shartnomani tayyorladi. Joriy yilning eng tarixiy voqeasi prezident saylovi jarayoni bo'ldi. Birinchi marotaba qirg'izistonliklar biometrik asosda ovoz berib, demokratik asosda o'zlarining prezidentlarini saylashdi. Mustaqillikning tarixida ilk marotaba Almazbek Atambayev xizmatini o'z xohishi bilan topshirib, O'rta Osiyo o'lkalariga namuna bo'ldi. 15-oktyabrda esa saylov o'tib, unda 10 dan ortiq nomzodlarning ichidan Sooronbay Jeenbekov prezident bo'lib tanlandi. Prezident saylovi jarayonida Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi vaziyat keskinlashdi. Chunki ikki davlat prezidentlarining o'rtasidagi shaxsiy adovatlar tufayli qo'shni davlat bojxona ittifoqidagi shartlarga qaramay o'tkazish bekatlaridagi tekshirishni murakkablashtirdi. Oqibatda respublika iqtisodiy yirik inqirozga uchrab, tadbirkorlar jabr tortdi. Ammo ko'p o'tmasdan prezident Sooronbay Jeenbekov Nursulton Nazarboyev bilan bir fikrga kelib, chegara muammosiga nuqta qo'ydi. Yil so'ngida qozoq liderining taklifi bilan Ostonaga rasmiy safar bilan borib, bir qator ikki tomonlama shartnomalarni imzoladi. Umida Mirzabayeva, Gulzara Baqayeva, Rustam Alimbayev, Intimaq, Bishkek shahri. 2017-yili O'sh oblastida qayg'uli voqealar ham sodir bo'ldi. Yil davomida tabiiy ofatlar ko'p bo'lib, bir necha vatandoshlarimiz hayotdan ko'z yumdilar. Bahorda ketma-ket yer ko'chkilari sodir bo'lib, O'zganning Ayusoy qishlog'ida 24 odam tuproq ostida qolgan. Ko'p o'tmay Jalpaqtosh qishloq hukumatida ham xuddi shunday voqea sabab 30 dan ortiq uy tuproq ostida qoldi. Bundan tashqari Cho'ng'alayda 2 marotaba ko'rsatilgan kuchi 6 balga yetgan zilzilada 630 turar joyga ziyon yetdi. Muvaffaqiyatlar haqida so'zlaydigan bo'lsak, Qirg'izistondagi birinchi futbol akademiyasi O'sh shahrida qurib bitirildi. So'ngra yo'l tirbandliklarini 20% ga qisqartirgan 2 ko'prik foydalanishga topshirildi. Eng asosiysi O'shdagi do'stlik chegara o'tkazish punkti o'z ishini boshlab, ikki davlat fuqarolarining o'zaro munosabatlari qayta yo'lga qo'yildi. 2017-yil O'sh shahri va oblastida qanday ahamiyatli voqealar bo'ldi? Navbatdagi lavhada tanishasiz. Yangi yilni O'sh oblasini aholisi sovuq xabar bilan kutib olishdi. Bir vaqtning o'zida 6 nafar odam aviahalokati natijasida olamdan o'tib, orasida o'smir qizlar bor edi. Halokatda ba'zilar ota-onasidan, qolganlar esa o'g'il-qizidan ajrab bo'zlab qoldi. Jabrlanuvchilarga O'sh oblasining xalqi qo'lidan kelgancha yordam berdi.
Bahorda esa yana bir fojiali voqea o'zgarliklar boshiga tushdi. Mart oyida Nichkesay qishlog'idagi yer ko'chki bo'lib, bir oiladan 6 nafar odam tuproq ostida qoldi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan Ayuq qishlog'idagi tabiiy ofat bo'lib, 6 oiladan 24 nafar odamni bosib qoldi. 6 kunlik qidiruv ishlari natijasida ko'chki bosib qolgan yerdan 8 nafar odamning murdasi topildi. Qolgan 16 nafar odam o'sha yerga qolib, u yer qabristonga aylantirildi. Shu bilan birga Jalpoqtash qishlog'idagi 61 xo'jalik istiqomat qiladigan qishloqqa ko'chki tushib 45 uyni bosib qoldi. Fojia joyida istiqomat qilganlar chodirlarga ko'chirilgan. Uysiz qolgan jalpoqtoshliklar va ayusoyliklar Jamanadir va ona qizi uchastkalaridan yer berilib, qurilish ishlari boshlandi. Jabrlanuvchilarni sovuq kunlarda qolmasdan uylariga kirib olishlari uchun 7 yilga 7% ustama bilan imtiyozli nasiyalar berildi. Undan tashqari arzon qurilish jihozlari bilan ham ta'minlash masalasi qarab chiqilgan. Ayusayliklar uchun ajratilgan ona qizi uchastkasidagi 8 ta uyni davlat o'z hisobidan bitkazib berdi. Shunday qilib, yozning o'rtalarida boshlangan uylar aholi kech kuzgacha kirib ulgurishdi. Ular bilan birga o'zgandagi xavfli hududlarda istiqomat qiladiganlar ham izg'iranga qolmasdan uylariga kirishga ulgurdi. Tabiiy ofat shu bilan tugamasdan may oyini boshlarida O'sh oblastini Cho'ng'alay rayonida bir necha marotaba zilzila bo'ldi. Natijada Cho'ng'alay tumanidagi 700 nafarga yaqin ijtimoiy muassasa va binolar yaroqsiz holga keldi. Jabrlanganlarga 510 dona chodir o'rnatilib, 2964 nafar fuqaro xavfsiz hududlarga ko'chirilgan. Hukumat uysiz qolgan 81 oilaga nodavlat tashkilotlari bilan birga uylar qura boshlagan. Sovuq kunlarga qolib uylari bitmay qolganlar 116 ta mobil uylarga joylashtirildi. Yozda esa O'zganning markaziy bozoridagi yong'in hammani shoshirib qo'ydi. Mahalliy xalq tili bilan Paypoq bozori deb nomlangan joydagi yong'in 1700 metr kvadratga yetib, 226 ta konteyner kuyib ketdi. 2 qavatli oshxonadan boshlangan tilsiz olov bilan yong'inga qarshi kurashish xodimlari 7 soatda arang o'chirishdi. Natijada bitta yong'inga qarshi kurashish xodimi jarohatlanib, yuzlagan savdogarlar mahsulotlaridan ajrab qoldi. Shundan keyin yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilmagan bozor tartibga solinib, noqonuniy o'tirganlar surdirildi. Ular uchun shahar chetidagi Do'rdo'y bozoridan joylar ajratilib, yangi savdo markazlari tashkil etildi. Quvonchli hodisalarga o'tadigan bo'lsak, O'sh oblastidagi Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi do'stlik o'tish bekati qayta faoliyatini boshladi. 2010-yildan bugunga qadar chegara alohida kunlarda ishlardi. Chegaradan o'tish uchun bir qator hujjatlar tayyorlab, maxsus chaqiruv yoki telegramma talab qilinardi. Bundan keyin ikki davlat fuqarolariga chegaradan o'tish qulaylashtirildi. Qo'shni davlat bilan aloqalar yaxshilanib, O'sh shahridan Toshkent, Andijon, Qashqar yo'nalishi bo'yicha avtoyurish Xitoyga yo'l oldi. 3 ta davlatning yuk tashuvchi mashinalari Buyuk Ipak yo'li orqali savdo yo'llarini ochishdi. 30 noyabr kuni O'zbekistondan O'shga kelgan karvon sinov tarzida Xitoyga yo'l oldi. Endi Qirg'iziston, Xitoy, O'zbekiston davlatlari savdo-sotiq ishlarini bemalol amalga oshira olishadi. Madaniyat tarmog'ida ham ikki tomonlama ittifoq mustahkamlanib, 7-oktyabrda O'zbekistonning madaniyat kunlari O'shda bo'lib o'tdi. Qo'shni davlat filmlari Semeti kinoteatrida namoyish etildi. Bundan tashqari Sulton Ibrahimov nomidagi Milliy dram teatrida konsert dasturi ham namoyish etildi. Tadbirda hozirgi O'zbekiston deb nomlangan rasm ko'rgazmasi tashkil etilgan. Sport tarmog'iga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, O'shda uning jamoasi va talabalari Turkmanistonning Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida 2 ta medal sohibi bo'lgan Oltinay Mamarasul qizini tantana bilan qarshi olishdi. U Ashxobodda bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida ayollar orasida alish kurashida oltin va kumush medalga munosib ko'rilgan. O'sh shahridagi sportchilar 2017-yilda turli bellashuvlarda 59 ta oltin, 52 ta kumush va 61 ta bronza medalini qo'lga kiritishdi. O'tib borayotgan yilda O'sh shahrida bir qancha qurilishlar amalga oshirildi. 2015-yil estakada ko'prikning qurilishidan ortgan pulga Isanov va Lenin, Tilaka Botir, Jengish Shamshiyev nomidagi ko'chalarni birlashtirgan 2 ta ko'prik qurildi. Bundan tashqari Nurmatov ko'chasidan boshlangan Mo'noyev ko'chasigacha 2-3 chaqirim oraliqqa velo yo'l qurilib, foydalanishga topshirildi. Shu bilan birga 9 ta maktab qurilishi boshlanib, 3 tasi bitkazildi, 6 tasida ish qizg'in olib borilmoqda. Hozirda Tilaka Botir, Jengishbek Shamshiyev nomidagi ko'chalarni biriktirgan ko'prikning 2-bosqichi bo'lib hisoblangan Akbura daryosi ustidagi ko'rgazma maydoni podium qurish ishlari olib borilmoqda. Unga jami 16 million so'm sarflandi. Mart oyida to'liq bitsa O'shda mustaqil davlatlar hamdo'stligida analogi yo'q podium bo'lishi kutilmoqda.
Shu yil O'sh shahridagi 362 fuqaroga 6% bilan 12 yil muddatga xonadonlar topshirilib bo'lindi. Bu fuqarolarni turar joy masalasini hal etish uchun O'sh shahridagi munitsipal ipoteka dasturi asosida amalga oshirildi. Ipoteka xonadonlari davlat xodimlari, o'qituvchilar, shifokorlar va xususiy tadbirkorlar tomonidan bir xil sharoitda olishdi. Bundan tashqari, qarovsiz qolgan 10 ga yaqin dam olish joylari to'liq ta'mirdan o'tkazib, shaharliklarga topshirildi. Ayni damda shahardagi eng katta To'xtag'ul parkini ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga yo'lovchilarga yetarli xizmat qilish borasida 30 ta avtobus, 23 ta trolleybus sotib olindi. Bu yil Qirg'izistonda, uning ichidan O'sh shahrida ilk bor futbol akademiyasi ochildi. Unga shahar hukumati tomonidan 4 gektar yer ajratilib berilgan. Akademiya FIFAning moddiy ko'magi bilan qurilib, 1000 dan oshiq bolaga moslashtirilgan. Shu bilan birga yoshlarni sport bilan tarbiyalash maqsadida boks va og'ir atletika maktab-internat ham ochilgan. Yil yakunida Xitoy Xalq Respublikasining moddiy ko'magi bilan Anarkichik tumanidagi 66 ta xonadonli ko'p qavatli uyning qurilishi bitkazilib, 2-3 xonali uylar O'sh shahridagi imkoniyati cheklanganlarga berildi. Umumiy xulosa qilganda 2017-yil O'sh shahrining asosiy kapitaliga 3 milliard so'mga yaqin investitsiya jalb qilinib, 4 milliard so'm atrofida yengil sanoat mahsulotlari yetishtirilgan. Iqtisodiy o'sishdan tashqari shaharni yorug'lantirish ham amalga oshirildi. Buning uchun mahalliy hukumatdan 30 million so'm ajratilib, shahardagi 640 ta ko'p qavatli uylar oldida tungi chiroqlar o'rnatildi. 2017 yil Jalolobod oblasti uchun og'ir yil bo'ldi. Yil yangilanishi bilan ko'chkilar faollashib, Suzoqda 2 uy tuproq ostida qoldi. Ko'p o'tmay Bozorqo'rg'on rayonida ko'chki bo'lib 2 kishi halok bo'ldi. Bahordagi shiddatli yog'ingarchilik sababli daryolarda suvning sathi ko'tarilib, toshqinlar ko'p bo'ldi. Bunda turar joylarning hovlilari bilan yo'llarni suv qoplagan bilan birga ekin maydonlarini ham yuvib ketdi. Shu sababli Bozorqo'rg'on, Suzoq, Axsi, Nokin rayonlarida vaqtincha favqulodda holat e'lon qilindi. Jalolobod shahrida esa yil davomida jiddiy siyosiy vaziyat saqlanib turdi. Yil boshida qabul qilinishi kerak bo'lgan budjetni 4 oyga ortga surgan Jalolobod shahar kengashining 7-chaqirilish deputatlari oxiri o'zini o'zi tarqatishga majbur bo'ldilar. Keyin yangi saylangan xalq vakillari ham saylovchilar umidini oqlay olmadilar. Tasdiqlanishi zarur bo'lgan budjet zudlik bilan qabul qilinmadi va yil oxirigacha ham mana shu masala hal etilmadi. Bir fikrga kela olmagan deputatlar sababli joriy yilda rejalashtirilgan ishlar bajarilmay qolib ketdi. Boshdan sinovli yilni o'tkazgan Jalolobod oblasti va Jalolobod shahridagi bu yil asosiy voqealar qanday bo'ldi? Bu haqda muxbirimiz tanishtirib o'tadi. Jalolobod oblastida bahorga yaqin ko'chkilar jonlandi. Yilning 1-oyida Suzoqning Saribuloq qishlog'ida 65 ming kub metrni tashkil etgan yirik yer ko'chki sekin-astalik bilan jilib 2 uyni bosib qolgan. Uyning egalari hodisa vaqtida tashqariga chiqishga ulgurishgan. Ko'p o'tmay yana 2 ta uy yaroqsiz holga kelgan. Keyin esa 13 ta uyda yer ko'chki xavfi bo'lib, barchasi o'rmon xo'jaligi binosiga ko'chirilgan. Saribuloqdagi tabiiy ofatdan keyin yer ko'chki xavfi Qizilko'l hududidagi Qoramart, Qado va Qorabuloq qishloqlarida ham sezilgan. Xavfli hudud yashovchilariga Qashqaterak qishlog'i chetidan 11 gektar yer ajratilib, 78 fuqaroga uchastka berilgan. Turar joy qurilishini tezlatish uchun ularning 40 nafariga 7 yilga 7% imtiyozli nasiya berilgan. Saribuloqda uy-joysiz qolgan 4 ta oilaga rayondagi ishxona xodimlarining bir kunlik maoshidan tushgan mablag' hisobidan uy qurib berildi. Ular yaqin kunlarda yangi uylarga ko'chib kirishdi. Shuningdek, bu yil Bozorqo'rg'on tumaniga qarashli Arslonbob qishlog'ida yer ko'chki 2 kishining umriga zomin bo'ldi. Yana ikkisi jarohatlanib kasalxonaga yetkazildi. Fojia Arslonbob qishloq hukumatining Yangi hayot uchastkasida 23-aprel kuni kechki soat 5 larda sodir bo'lgan. Ko'chkiga uchraganlar qishloqdan uzoq bo'lgan joydagi buloqdan suv olishayotgan bo'lgan. Bahordagi tinimsiz yog'ingarchilik sababli Jalolobod oblastida suv toshqini bo'ldi. 12 ta daryodagi suvning sathi ko'tarilib, 189 ta hududda sel bo'lgan. Shu sababli oblastdagi favqulodda holat tizimi kiritilgan. Sel turar joylarning hovlilari bilan yo'llarni qoplashdan tashqari, ekin maydonlarini ham yuvib ketgan. Tabiiy ofat natijasida 27 ta ko'prik avariya holatiga kelib, 2 tasi yaroqsiz holga kelgan. Yil oxirigacha 12 ta ko'prik qayta tiklangan. Bahor o'rtalarida Jalolobod shahar kengashining 7-chaqirilishida o'zini o'zi tarqatdi.
Muddatidan avval tarqatilishga yig'ila olmagan deputatlarning bir fikrga kela olmagani sabab bo'lgan. Byudjet qabul qilinmasdan ortga surilavergani uchun 7-chaqirilish o'zini tarqatish taklifini ko'targan. Qaror qabul qilingandan keyin qayta saylov 28-mayga belgilanib, unga 7 partiya ro'yxatga olingan. Ular STPK, Qirg'iziston, Mekenim Qirg'iziston, Atajurt, Respublika Atajurt, Unugu Progress partiyalari bo'lgan. Nomzodi qo'yilgan partiyalarning 6tasi o'tdi. Biroq deputatlar yana sessiyaga yig'ila olishmadi. 11 oyda bir fikrga kelib, rais bilan Jalolobod shahrini merini saylashdi. G'azna esa dekabr oyida qabul qilindi. O'z vaqtida amalga oshirilmagan katta qurilishlar keyingi yilga qoldirildi. 22, Yozda esa Chotqoldagi Eshali Bo'lish qishlog'ida baroq yotoqxonalarning birida yong'in chiqdi. 8 ta xona bilan birga VAZ 3110 rusumidagi mashina kuyib ketdi. Yashovchilarning barchasi tashqariga chiqishga ulgurib, jarohat olganlar bo'lmadi. Yotoqxonaning umumiy maydoni 675 kvadrat metrni tashkil etib, 90 ta xonadan iborat bo'lgan. Boshpanasiz qolganlarga qishgacha uy berildi. Buning uchun muassasa idoralarining bir kunlik maoshi o'tkazib berilgan. Kuzda esa aholini ko'pdan kutgan Olabo'qadagi Baymaq o'tkazish bekati ochildi. U oddiylashtirilgan rejimda ishlab, piyodalar va mashinalarni bemalol o'tishiga sharoit yaratdi. Shu bilan birga Novkendagi Madaniyat avtoyo'l nazorat bekati ham ko'p tomonlama ishlay boshladi. Yangi tartibga ko'ra chegara postida o'zbek, qirg'iz xalqidan tashqari rus, qozoq fuqarolari ham o'ta olishadigan bo'ldi. Nazorat bekatidan avtomashinalar bilan o'tish mumkin emas, chunki bu yer 2004-yili piyodalar uchun ochilib, 2016-yili O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopilgan. Yil yakunida Jalolobod militsiya xodimlariga 100 xonali ko'p qavatli uy foydalanishga topshirildi. Qurilish 2016-yili boshlanib, davlat g'aznasidan 160 million so'm ajratilgan. Ichki ishlar organlari uchun ko'p qavatli uy qurilishi Jalolobod tarixida birinchilaridandir. Ko'p qavatli uy jami 90 tasi xodimlarga topshirilib, 10 tasi ishchilarning vaqtincha yashash uchun qoldirildi. yilning kuzatish oldidan Jalolobod oblasida 18-23 yillarga qarata rivojlantirish strategiyasini qabul qildi. 5 yillik rejada oblastning infrastrukturasi yaxshilanib, yengil sanoat va qishloq xo'jalik tarmoqlariga e'tibor qaratiladigan bo'ldi. Shu bilan birga oblastdagi barcha qishloqlarni toza suv bilan ta'minlash tomoni ko'rib chiqildi. 2018-19 yillariga 80 ta qishloq rejaga kiritilgan. Qolganlari esa keyingi yili suv bilan ta'minlanadigan bo'ldi. Shu bilan birga oblast iqtisodini ko'tarish, turizmni rivojlantirish, rekonstruksiya ishlari ham bajariladi. Bu yil Botken oblastida o'tgan yilgiga nisbatan tabiiy ofatlar kam bo'ldi, lekin yo'l halokatlarida qurbon bo'lganlar soni ko'paydi. Achinarlisi, aholining asosiy daromadi bo'lgan o'rikning deyarli yarmini bu yil ham sovuq urdi. Quvonarlisi, dehqon fermerlarga sharoitlari yaxshilanib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablariga javob bergan yirik fabrika va veterinar laboratoriya foydalanishga topshirildi. Oblastning iqtisodida rivojlanish kuzatilib, yil davomida 54 ta kichik korxona va tashkilotlar ochildi. Eng asosiysi, Botkenning O'zbekiston bilan chegara bekatlari ham ochilib, ikki o'lka fuqarolarining qatnovi osonlashdi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, oblastda har yilgiday chegaradagi mayda majarolar to'xtab qolmadi. Tojikiston bilan chegaradosh Ko'ktosh qishlog'ida kelishmovchilik sodir bo'lib, ikki tomon aholisining vakillari bir-biriga qarata tosh otishgacha bordilar. Fikr kelishmovchilik katta janjalga aylanib, biroq vaziyat ijobiy hal qilindi. Umuman 2017-yil Botken oblasti uchun qanday yil bo'ldi? Navbatdagi lavha mana shu haqda. Yangi yilning boshida Botken shahriga mer tayyorlandi. Shahar rahbarligiga sobiq mer Gaparalim Matqaziyev va shahar kengashi deputati Ma'mirjon Raimjonov nomzodligi ko'rsatildi. Ovoz berish yakunida 31 deputatning 18 nafari Botken ittifoqi ko'pchilik koalitsiyasi tomonidan taklif qilingan Ma'mirjon Rahimovni saylashdi. Shunday qilib, u Botken shahrining yangi meri bo'lib saylandi. Botken shahrining merining xizmatına Rahimov Ma'mirjon To'ychiyevich saylandi deb hisoblansin. Fevral oyida Qirg'iz-Tojik chegarasida Ko'ktosh qishlog'idagi ikki millat fuqarolari orasida nizo yuzaga keldi. Janjal toshbo'ronga aylandi. Natijada bir uy bilan 4 ta mashina yaroqsiz holga keldi. Janjalga barham berish maqsadida o'rtaga tushgan qishloq rahbari Raziya O'surova kaltaklanib, kasalxonaga yotqizildi. Nizo kattaga aylanmasdan oz vaqt ichida barchasi tinch yo'l bilan yakunlandi.
Bahorning ilk kunlarida O'sh-Batken-Isfara yo'lidagi harbiy avtomashina halokatga uchradi. Uning natijasida 30 nafar harbiyning 24 nafari kasalxonaga yotqizildi. Shu sababli yashovchilar og'ir yuk tashuvchi mashinalar bu yo'ldan yurgizmaslik talabi bilan chiqishdi. Cheklov bo'yicha talab bajarilmagani bilan biroq yo'l belgilari o'rnatilib, xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Gözümüz operatsiya olgan. Mol gözümüzde kirpiklerimizden turamiz o'sha. Aprelda anchadan beri ko'pchilikni kutgani amalga oshib, oblast kasalxonasida ko'z kasalliklar bo'limi ishlay boshladi. Bungacha bemorlar O'sh va Bishkekka qatnashardi. Bo'lim ko'z kasalliklarini barchasini davolash va jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishga sharoitlar yaratilgan. Shvetsiyadan so'nggi rusumdagi jihozlar olib keltirilgan. Bunga Sog'liqni saqlash ministrligi va Qiziloy jamiyati tomonidan mablag' ajratilgan. Jamg'irda o'tirdi, qarda o'tirdi, buni ushiga oldida. Bahorda aholini asosiy daromad manbai hisoblangan o'rikni bu yil ham ushga oldi. Shu sababli hosilni deyarli yarmidan ko'pi qor ostida qoldi. Oblastning 7000 gektar maydonida o'rik bo'lsa, undan 11000 tonna o'rik olindi. Har yili bundan 2 hissa ko'p olishardi. Bu orada quvonchli xabarlardan biri Qadamjoydagi 3,5 gektar bo'sh turgan yerlar o'zlashtirildi. Batkenning muhim qismlaridan biri bo'lgan Burgondi 1,5 gektar massivida 4000 xo'jalik o'rtoqlashgan. Qolgan 2,5 gektar yeri qishloq xo'jalik tarmog'ida ishlatiladi. Yangi uchastkada zaruriy sharoitlar yaratilib, sug'orish kanallari ochildi. Bahorning so'nggi kunlarida shiddatli yog'ingarchilik sababli Batkendagi Aydarken shahrida sel bo'ldi. Suv toshqini shahardagi 4 ta ko'chani yuvib, 11 ta turar joylar va 17 ta xo'jalikni qoplagan. 4 ta elektr simlari va bitta mashinani oqizib ketdi. Bundan ko'p o'tmasdan 24 may kuni Batken tumanining Oqtatir va Samarkandik qishloqlarida suv toshib 8 ta uylarni sel oqizdi. 41 ta uyni hovlisini suv bosdi. Bundan tashqari 1,5 chaqirim joy qum shag'alga to'lib, qurilish jihozlari saqlanadigan do'konga 1 millionlik zarar yetdi. Tabiiy ofat umumiy hisobda 2 millionga yaqin ziyon olib keldi. Muzikani apparaturalar bo'lgan. Shu yerdan sel barini og'izib ketgan. $2000 apparatimni olib ketdi. Mazkur yili Aydarken simobkoni ishlab chiqarish faoliyatini yana yo'lga qo'ydi. 8 yildan beri faoliyatini to'xtatgan kompaniya shu yilning 15-iyul kuni Serverstal mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan sarmoya olib kelinib, ikki tomonlama shartnoma tuzildi. Haydarkon hududida 45 yilga yetadigan simob zaxirasi bor. Kombinat faqat kelajakda oltin va boshqa noyob metallarni qayta ishlashi mumkin. Qirg'iziston tarixida dastlabki biofabrika Batkenda qurilib foydalanishga topshirildi. Bu yerda o'simliklarni zararkunandalardan saqlaydigan endemifakning 4 turi va kasalliklarga qarshi biopreparatlar 2 xil turi yetishtiriladi. Dastlabki ishlab chiqarilgan mahsulotlardan bahorda bepul foydalana olishadi. Natija aniq bo'lgandan keyin kelgusi yildan boshlab mahsulotlar sotuvga chiqadi. Biofabrikani qurilishiga 14 million so'm sarflandi. Uşular ösümlükten ziyankeçinin tabiiy düşmanları. Batkenda yana bir Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablariga javob beradigan veterinar laboratoriya qurildi. Smeta narxi 24 million so'mni tashkil etgan bino shu yilning oktyabr oyida foydalanishga topshirilgan. 2 qavatdan iborat veterinar laboratoriyada go'sht, sut, asal va tuxum sifati tekshiriladi. Bu yerda mahsulotlar tarkibi va saqlanish muddati aniqlanadi. Shu yilning 1-oktyabrida Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi Qadamjoy avtoyo'l nazorat bekatidagi talablar va qoidalar qulaylashtirildi. Natijada ikki davlat fuqarolari telegrammasiz qatnab, ko'p yillardan beri diydor ilinjidagilar niyatiga yetishdi. Kuz o'rtalarida Botkenning Qorabuloq qishlog'ida Maqtimgo'ri degan yeridan 4-5 asrlarga oid mumiya ko'milgan edi. U 1954-55 yillarda Yuriy Baruzin degan arxeolog tomonidan Qorabuloq qishlog'ida Maqtimgo'ri degan qabristondan topilib, Bishkekdagi tarixiy muzeyda saqlanib kelgan. Ura qilib bizga olib kelib qo'yib qo'ydilar. Endi dog'in olib ketamiz deyapti. Tekshiruvlarsiz ko'milishi jamoat orasida turli fikrlarni yaratib, ba'zilar bu ishni to'g'ri deb hisoblasa, boshqalar fanga nisbatan qotillik deya baho berishdi. Mumiyani keyingi taqdiri bo'yicha parlament deputatlaridan tarkib topgan komissiya tuzilib, uni tarix muzeyiga qaytarish kerakligi aytildi. Biroq hukumat mazkur masala bo'yicha qaror qabul qilmadi.
Yil so'ngida Qadamjoy rayonining markaz qishlog'ida sutni qayta ishlatadigan zavod foydalanishga topshirildi. Xususiy tadbirkorlar tomonidan tashkil etilgan korxona zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablariga javob beradigan sut mahsulotlaridan 6 xil turini ishlab chiqaradigan bo'ldi. Zavodda kuniga 500 litr sut qayta ishlanib, xomashyo mahalliy yashovchilardan ulgurji narxda sotib olinadi. Oblast hududida yil boshidan beri bu kabi xususiy ishxonalardan 54 tasi ochilib foydalanishga topshirilgan. Endi Intimaq teleradio kompaniyasining yil davomidagi muvaffaqiyatlariga birgalikda e'tibor qaratsak, M-Vektor kompaniyasi olib borgan so'rovlar natijasida Intimaq reytingi o'lka janubidagi telekanallar ichida birinchi o'ringa chiqdi. Qirg'izistonda efirga chiqayotgan kanallar orasida 12-chi pog'onaga ko'tarildi. Intimaq radiosi ham tinglovchilarning soni bo'yicha ancha yuqoriga chiqishga erishdi. Prezidentlik saylovini xolis yoritishda Intimaq hududiy jamoatchilik teleradio kompaniyasi Qirg'izistonda namunali deya tan olindi. Bundan tashqari Media Group keng quloch yoyishga erishdi. Telekanal Botken va Jalolobod oblastlarida ham raqamli signallarda berila boshladi. Intimaq KG saytining formatini yangilab, doimiy va ko'p sonli o'quvchilarga ega bo'ldi. Intimoqning joriy yildagi muvaffaqiyatlari bilan navbatdagi lavhada tanisha olishingiz mumkin. Intimaq mahalliy teleradio kompaniyalari ichida birinchi o'ringa chiqdi. Tekshiruv M-Vektor Consulting kompaniyasi tomonidan olib borildi. So'rovnoma yakunlariga ko'ra Intimaq tomoshabinlar soni bo'yicha o'lka janubidagi teleradio kompaniyalardan oldingi o'ringa chiqdi. Muvaffaqiyatli natija Intimaq Media Group tarixida ilk bor qayd etilmayapti. Telekompaniya faoliyatini boshlagandan beri M-Vektor tekshiruvidan oldingi o'rinlarni band etib keladi. Respublikadagi 30 ta kanal ichidan Intimaq telekanali 12-o'ringa chiqqan. Intimaq radiosi esa 20 stansiya orasidan 14-pog'onada. Негизи Интимақ жанагы бир ордунда туруп алган, дайыма жаңылануу издеген заманбап мультимедиалык платформа, мультимедиалык холдинг деп коебуз. Анан телевидение жаатында дагы көрөрмандарыбыз билет, дайыма жыл сайын жаңы берүүлөр, жаңылануу сөз түрдө биздин эфирдик сеткабызда каралган. Ушул жалпы команданын, ушул жаштардан турган команданын жапатырмак иштеген айынан менимче ушул жергиликтүү каналдар арасында биринчи орунга чыгып отурабыз. Bundan tashqari prezident saylovini yoritish bo'yicha o'lkadagi ommaviy axborot vositalari ichidan Intimaq Media Group eng yaxshilari qatoriga kirgan. Intimaq TV hech bir nomzodga targ'ib qilmasdan axborotlarni xolis bergan. Bu Xalqaro rivojlanish media markazi jamoat jamg'armasining 60 varoqdan iborat hisobotida yozilgan. Saylov jarayonini yoritishni monitoring qilish 11 kun davom etib, unda jami 70 ta gazeta, 11 telekanal, 9 sayt tekshirilgan. Natijada saylovdagi materiallarni aniq va to'g'ri saqlash bo'yicha Intimaq Media Group eng yaxshi deya tan olingan. 11 kun aralığında teledegi efirler 7:00dan 24:00ga чейин угуп көрүлдү. Ошол вакыт аралыгында сайттарда көзөмөлдөндү. Электрондук маалымат программалары үчүн секундтар, гезиттер үчүн квадрат сантиметрлер бейтарап тактаана берилгени күзөтүлдү. Ушул критерийлердин негизинде Интимакта үгүт эрежелери тактаана сакталганын байкадык. Бул Интимак телеканалына кичине баа берип атам. Бул балдар ушул нерсени так жасап атышат да. Баягы жаңылыктарды өзү чогуп бүткөндөн кийин атайын өзүнчө бир жакшы адбекке кылып туруп, анан өзү башка студияда башка алып баруучу үгүт материалдарын берип атат. Бул көрөрмандарга дагы мындай визуально деп коет, аныктаганга шарт түзөт да. Жаңылыктар бүтүптүр, эми үгүт материалдар кетип аткан экен деп. Tilga olingan muvaffaqiyatlarni saqlab qolish uchun Intimaq Media Group bu yil ham tinimsiz mehnat qilishda davom etadi. Har yilgidek ko'rsatuvlar yangilanib, tomoshabinlar talab va istaklarini inobatga olinadi. Masalan, Qirg'izistonning tarixiy joylaridan hikoya qilgan Intimaq safar o'lkani rivojlanish va turli millat vakillarining ittifoqda istiqomat qilayotganidan so'zlagan qirg'izistonliklar va boshqa dasturlar. Саламатсыздар, бардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандаңыздар менен мынакей сиздер менен амандашканга ушунчалык шашылып шамлага айланып турган чагыбыз, албетте бирибиздин оозунан бирөө сөздөрүбүздү жулуп кетип, элге позитив менен кызыктуу маалыматтарды берүү. Ал жерде эми көйгөйлүү маселе кетпейт. Жалаң эрте менен адамдарды тургузганда
позитив тартуулап, аларга күлкү тартуулап, ушундай форматта чыгып атабыз. Мындай бир теманын эле айланасында өтө кызыктуу кылып чыгарууга аракет кылып атабыз. 4 yildan beri faoliyatini olib borayotgan Intimaq KJ sayti bu yil o'zgartirilib, yangilandi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, multimedia yo'nalishini tanlab, tafsilotlar keng va har tomonlama qilib berila boshladi. Bu kungacha axborotni tezkor yetkazishga ahamiyat beriladigan bo'lsa, hozirgi kunda servislar orqali ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi usul o'quvchilar sonini ham ortishiga olib keldi. 30 minutlik 5 minutlik сюжеттерди биз ушул 40 секундтун ичине батырып, социалдык тармактарга жайылдык. Бул абдан жакшы болду. Анткени айрым видеолорду 100 000 жолудан көрүп атышты. Мындан сырткары сайттын өзүнө дагы маалыматты визуалдаштыруу аркылуу жасалган материалдар аябай окурманын тапты. O'tib borayotgan yili Intimaqning YouTube kanalidagi sahifasida ro'yxatdan o'tganlarning soni ham oshdi. Kanalga bir kunda 30 ga yaqin video qo'yiladi. Ro'yxatga o'tganlar soni 20 mingdan ko'p. O'sha videolar ijtimoiy tarmoq me'yorlariga moslashtirilib, kompaniyaning rasmiy sahifasiga qo'yib boriladi. Bu yil respublika analog ko'rsatuvlar o'chirilib, raqamli uzatishni tanladi. Dasturlar soni va sifati bo'yicha Intimaq raqiblari orasida munosib o'z o'rnini topa oldi va tomoshabinlar sonini yo'qotgani yo'q. Texnik holati ham to'liq yaxshilanib, to'g'ridan to'g'ri efirlar soni ortdi. Eng asosiysi 2017-yilning fevralidan boshlab Qirg'izistonning 3 ta viloyatidan to'lig'i bilan ko'rsatuvlarni namoyish qila boshladi. O'tib borayotgan yil Intimaq xodimlari uchun ham muvaffaqiyatli yillardan bo'ldi. Xabarlar bo'limi diktori va sayt muxbiri Adina Do'sumbetova Tinchlikni qurish instituti tomonidan tashkil etilgan inson huquqlarini yoritish tanlovida 3-o'ringa munosib deb topildi. Madaniyat ministrligi tomonidan tashkil etilgan namunali oilalarni yoritish tanlovida esa qirg'izistonliklar dasturi respublikada sovrinli o'ringa ega bo'ldi. Intimaq Qirg'izistondagi Millatlar Ittifoqini targ'ib etgan teleradio kompaniyalardan biri. Rivojlanish, oldinga intilish Intimaq uchun chegara emas. Kundan kunga tinglovchi, tomoshabinlar va o'quvchilar soni ortishi maqsad emas. Ko'zlangan cho'qqi Qirg'izistonda avvaldan ko'p millat ittifoqda istiqomat qilayotganini ko'rsatish. Buni Intimaqning har bir xodimi juda yaxshi biladi, anglaydi. 2017-yilni muvaffaqiyat bilan kuzatayotgan kompaniya yangi yilni ham xuddi shu ruhda qarshi olib, kelgusi yili bundan ham yaxshi ishlab, xolis ma'lumotlar yetkazishda davom etadi. Shuning bilan xabarlar dasturining 2017-yildagi so'nggi soniga yakun yasaymiz. Kelayotgan yangi yil yangiliklarga boy bo'lsin. Yangi yil yurtimizga tinchlik va farovonlik, dasturxonimizga barokatlar, har bir oilaga baxt va saodat olib kelsin deya dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Yana Zangor ekran orqali uchrashguncha omon bo'ling azizlar.